Assalomu alaykum, hurmatli shayx tutsalliq qarindoshlar. Mana bu sizlar ko'rgan qarshimizdagi bu bino Xitoyninki Germaniyaning Myunxen shahridagi bosh elchixonasi. Mana bu ko'rgan bu harva maxsus Dunyo Uyg'ur qurultiyi qarmog'idagi Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti tomonidan buningdan bir qancha oy burun maxsus yasalgan bir tashviqot harvasi. Bu tashviqot harvasi 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon Xitoyninki kuziga, ya'ni mana ko'rib turibsizlar, Xitoyning 5 yıldızlık kızıl bayrağına 100 liranın aldı. Yine Xitay konsuluğa 100 liranın aldı. Bir şeyde park koyup koyulgan. Bu her günü 24 saat bir şeyde mokum turdu. Bu mu Xitay'a nispeten psikolojiya jihatdan nayte qattiq bir besim bo'ldi, necha qatim norozilik bildirdi. Mushu tashviqot harvasi haqida boshqa yerga qo'ysa, bizning ko'z oldimizga qo'yamiz bu harvini deb. Ammo bu yerda Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkiloti Germaniyaning qonun nizam paylanib turib, bu tashviqot mashinasini nayte unumlik paylanıvatıdı. Mana bu tashviqot harvasiga Uyg'urlarga erkinlik, Uyg'urlarga demokratiya deganga o'xshash Xitoy qirg'inchilikni to'xtatsa so'ng Uyg'urlarga qartilgan. Davlat terrorist siyosatini to'xtasin degandek maxsus shiorlar yozilgan. Mana bu bizning ayoltuzlik bayrog'imiz. Mana bu yerda 10 metr oyoqda Xitoyninki 5 yıldızlı qizil bayrog'i. Ayoltuzlik kök bayrog'imizning altın maxsus bizning davlat gribimiz var. Bu tashviqot harvasininki unumi inta yaxshi bo'lardi. Bu maxsus mushu Xitoy konsulxonasi oldidagi bu parkka, bu maydonga mashina qo'yilgan, to'xtatilgan parkka to'xtatib qo'yilgan, buning qonun rasmiyatlarini bijagan. Şu Xitoy hukumati bunu faqat ta'virtamadi hozirgacha. Bu Germaniyaning Myunxen shahridagi Xitoy konsulininki nihoyatda qattiq beshini og'ritayotgan bir hodisa bo'lib turibdi. Bu vaqt maxsus Germaniya gazetlaridimi, Germaniyaning asosiy matbuotlaridimi mushu tashviqot harvasininki, ya'ni Xitoyninki qattiq saprayini o'rlatayotganligini bir qancha oydan buyon bu vaqtda maxsus Germancha xabarlar berildi. Meningcha bu shaxsiy qarashim bu nihoyatda unumli bir tashviqot plani ekan. Boshqa davlatlardagi qarindoshlarimiz agar o'zlari turayotgan davlatlarningki qonuni yo'l qo'ysa, shunday bir tashviqot harvasini yasab Xitoy elchixonasining oldiga yoki Xitoy konsullarining oldiga buni maxsus park qilib qo'ysa, buning tashviqot unumi nihoyat yaxshi bo'ladi ekan. Biz bu namoyishchilar namoyish qilyapti. Namoyish tugagandan keyin bu harba mishada qoladi. Biz uning ustiga bu harbadan 2 xil paylanamiz. Bizningki bu namoyish paylanadigan